2026-yilning Ramazon oyi barchamiz uchun chin ma'noda ma'naviy poklanish va ezgulik maktabi bo'ldi. Bu muborak oyda odatlangan ezgu amallarimizni yil davomida saqlab qolish va xayrli ishlarni izchil davom ettirish asl maqsadimizdir. Xususan, O'zbekiston musulmonlari idorasining Toshkent shahar vakilligi, Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domla Yunusov boshchiligida Ramazondan keyingi davr ham savobli amallar va xayrli islohotlar bilan o'tmoqda. Yigirma 24-mart kuni Toshkent shahar bosh imom xatibi hamda yurtimizning muhtaram ulamolari ishtirokida O'zbekiston telekanalida efirga uzatiladigan Hidoyat sari dasturi uchun tasvirga olish ishlari boshlandi. Ilm ahli jam bo'lgan davrada fayz va baraka mujassam bo'ladi. Ilmga intilish va uni boshqalarga ulashish eng xayrli amallardandir. Toshkent shahar Olmazor tumani Universitet mahallasida yashovchi 63 yoshli To'xtamurod aka Vakilovning boshiga og'ir musibat tushib, uning turmush o'rtog'i vafot etdi. Ko'p o'tmay uyiga ham yong'in tufayli katta talofat yetdi. 27-aprel Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domla Yunusov boshchiliklarida Saidxon domla Mahsumov va Muhiddin qori No'monjonov ushbu xonadonga borib, musibat zadalardan ko'ngil so'radilar. Muftiy hazratlarining salomlarini yetkazdilar. Talofatni ko'zdan kechirib, xonadon ahllariga sabr bardoshli bo'lish dinimiz ta'limoti ekanini, inshaalloh Alloh taolo bu musibat ortidan albatta yengillik berishini tushuntirdilar. Shu bilan birga homiylar ko'magida xonadon ahllariga chilangarlik maishiy mahsulotlari ehson qilindi. Sizga o'xshagan insonlar ko'p bo'lsin. Va yana ko'p bo'lsin. Alloh, men bir kichkina odamni shu yerga qaribdek shu meni kelib yo'qlabsizlar. Men hozirchi 10 yosharga yoshardim. O'zi o'ylaydi. Shunda paytda men 10 yosharga yoshardim. Ming rahmat. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Alloh o'zingga shukr. O'zingga shukr shunchalik bo'lib, banday bir ro'para qilib qalbiga solib, Allohim, mana shunaqa insonlar ko'p bo'lib, tan jonimiz sabr o'tkazar. Allohim. Rahmat. Joriy yilning 24-26 mart kunlari Toshkent shahrida O'zbekistonda xotin-qizlar huquqlarini himoya qilishda islom dini qadriyatlarining o'rni mavzusida yuqori darajali muloqot va seminar bo'lib o'tdi. Mazkur nufuzli tadbirda davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, xalqaro ekspertlar, diniy soha namoyandalari, imomlar, otinoyilar hamda mahalla faollari ishtirok etdilar. 3 kunlik seminar davomida ishtirokchilar tomonidan islomda ayollar huquqlari, oilaviy munosabatlar, reproduktiv salomatlik, erta nikohning oldini olish, shuningdek ayollar va qizlarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurashish kabi muhim mavzular atroflicha muhokama qilindi. O'tkazilgan seminarda faol ishtirok etgan ishtirokchilarga sertifikatlar topshirildi. Mart oyining so'nggi kunlarida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mahalla tizimi xodimlari kuni munosabat bilan bir guruh yurtdoshlarimizni mukofotlash to'g'risidagi farmoni bilan bir guruh diniy ma'rifiy sohada faoliyat olib borayotgan xodimlar mukofotlandi. Xususan, Toshkent shahar bosh imom xatibining xotin-qizlar masalalari bo'yicha yordamchisi Soatova Zulayho Ochilovna 2-darajali sog'lom avlod uchun ordeniga munosib deb topildi. Ushbu mukofot soha xodimlarining ma'rifat tarqatish, ayollar orasidagi ijtimoiy ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish va yosh avlod tarbiyasiga qo'shayotgan beqiyos hissalarning munosib e'tirofidir. Joriy yilgi haj mavsumiga tayyorgarlik ishlari mamlakatimiz bo'ylab qizg'in boshlandi. Xususan 29-mart kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi Qoraqalpog'iston Respublikasi Toshkent, Sirdaryo, Xorazm va Surxondaryo viloyatlari hamda Toshkent shahridan haj mavsumi uchun biriktirilgan guruh rahbarlari ishtirokida video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Mashg'ulotlarda Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domla Yunusov, din ishlari bo'yicha qo'mita bo'lim boshlig'i Bobomurod Rustamov, O'zbekiston musulmonlari idorasi haj va umra tadbirlarni tashkil etish markazi direktori Maqsud Karimov hamda soha mutaxassislari qatnashdilar. Yig'ilishda guruh rahbarlariga haj mavsumidagi muhim vazifalar eslatib o'tildi. Ellikboshlarga, ziyoratchilarga islomning 5-rukni bo'lgan haj ibodatini mazmun mohiyati haqida tushuntirish zarurligi ta'kidlandi.
28 mart Ramazon oyida O'zbekiston musulmonlari idorasi Toshkent shahar vakilligi tomonidan Toshkent shahar bosh imom xatibi boshchiliklarida amalga oshirilgan xayrli ishlarni aks ettiruvchi navbatdagi yangi Ramazon sarhisobi filmi ijtimoiy tarmoqlar orqali efirga uzatildi. Mazkur filmni yurtimiz musulmonlari mamnuniyat bilan qarshi olib, Ramazonda bo'lib o'tgan keng ko'lamli xayrli ishlar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ldilar. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari tashabbuslari bilan imom xatiblar va imom noiblar o'rtasida milliy kurash musobaqasi o'tkazildi. 1-aprel kuni Sag'bon sport majmuasida imom xatiblar va imom noiblari o'rtasida o'tkazilayotgan milliy kurashning Toshkent shahar bosqichi bo'lib o'tdi. Tadbirni Toshkent shahar bosh imom xatibi o'rinbosarlari Abdulloh domla Yo'ldoshev va Ergashali domla Rustamovlar ochib berishdi. Musobaqada poytaxtimiz tumanlaridan saralab olingan polvonlar gilamga chiqdilar. Hakamlar hay'atining xulosalariga ko'ra musobaqada turli nominatsiyalar bo'yicha sovrindorlar aniqlandi. G'olib va sovrindorlarga O'zbekiston musulmonlari idorasi Toshkent shahar vakilligi hamda homiylarning tashakkurnoma va sovg'alari topshirildi. Hurmatli Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning ta'lim-tarbiyaga qaratayotgan alohida e'tibor va g'amxo'rliklari natijasida yoshlarimiz har jihatdan barkamol bo'lib ulg'ayishmoqda. Jumladan 2-aprel kuni Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domla Yunusov va bosh imom o'rinbosari Abdulloh domla Yo'ldoshev homiylarni jalb qilgan holda poytaxtimizdagi Xadichai Kubro ayol qizlar o'rta maxsus islom ta'lim muassasasiga 80 million so'mga yaqin kompyuter, planshet va boshqa maishiy texnika jihozlarini hadya qildilar. Hadyalarni qabul qilib olgan mudarrisalar, tolibalar homiylarning haqlariga xayrli duolar qilishdi. Alloh bu ihsonlarini dargohida qabul qilsin, Alloh ajri mukofotlarini ato etsin. Ta'lim muassasamiz nomidan shaxsan Abduqahhor domlaga va ularning jamoalariga samimiy minnatdorchilik bildiramiz. Ramazon hayiti arafasida o'z eshiklarini ochgan Islom sivilizatsiyasi markazi xalqimiz uchun chin ma'noda ulkan tuhfa bo'ldi. Qolaversa, unga dunyodagi eng yirik islom sivilizatsiyasi muzeyi nominatsiyasi bo'yicha Ginnesning rekordlar kitobi rasmiy rekordi berildi. 3-aprel kuni Qoraqalpog'iston musulmonlari qoziyoti qozisi, viloyatlar va Toshkent shahar bosh imom xatiblari, xususan Toshkent shahar bosh imom xatibi poytaxtimiz ko'rki bo'lib qad rostlagan muhtasham islom sivilizatsiyasi markazi bilan yaqindan tanishdilar. Ushbu ma'rifat maskani mehmonlarda katta taassurot qoldirdi. Salkam 10 gektar maydonni egallagan majmuada tarix va bugunning uzviy bog'liqligi, xususan islomgacha bo'lgan davr, 1 va 2 Renessans hamda yangi O'zbekiston 3 Renessans poydevori kabi ekspozitsiyalar orqali mahorat bilan aks ettirilgan. Vizual 3 o'lchamli ko'rgazmalar alohida e'tiborni jalb qiladi. Markazning eng diqqatga sazovor nuqtasi Qur'oni Karim zalida saqlanayotgan dunyodagi eng qadimiy qo'lyozmalardan biri bo'lgan Usmon mushafi hamda so'nggi yillarda xorijdan olib kelingan yuzlab nodir artefaktlar, tarixiy manbalar diniy soha mas'ul vakillari tomonidan hayajon bilan tomosha qilindi. Tashrif davomida bosh imom xatiblar markazida yo'lga qo'yilgan xalqaro ilmiy hamkorlik kabi nufuzli tashkilotlarning ofislari faoliyati hamda O'zbekiston musulmonlari idorasining yangi binodagi ish jarayonlari bilan ham tanishdi. Zamon va makonni birlashtirgan bo'limlar aro kezar ekan, har bir ziyoratchi ajdodlar qoldirgan bebaho xazinani asrab-avaylash va uni zamonaviy talqinda kelajak avlodga yetkazish yo'lida yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan tarixiy islohotlarning guvohi bo'ldi. Oxirgi yillarda imom xatiblar, imom noiblari, otinoyilar, Haj 2025 ishtirokchilari mahalla faollari bilan birgalikda xonadonlarga kirib, aholi bilan samimiy suhbatlashib, odamlarni qiynayotgan muammolarning barham topishida yaqindan yordam berib kelmoqda. 6-aprel kuni Yunusobod tumanidagi Umar ibn Xattob jome masjidida sayyor yig'ilish o'tkazildi. Toshkent shahar bosh imom xatibi olib borgan yig'ilishdan so'ng poytaxtimiz tumanlari bosh imomlari, ulamolar, tumandagi masjidlar imom xatiblari, hojilar bilan birgalikda hududdagi mahallalarga chiqib, 100 dan ziyod xonadonga kirishdi. Tadbir doirasida kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan oilalar, jismoniy imkoniyati cheklangan yurtdoshlarimiz holidan xabar olinib, ularga zarur tavsiyalar berildi. Adashib turli oqimlar ta'siriga tushib qolgan yoshlar bilan ham yakkama-yakka suhbatlar olib borildi. Onaxon yaxshimisiz? Amakim yaxshimilar? Uydagilar yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat, rahmat. Xonadonda yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Ilohim, amin. Tan joningiz sog' bo'lsin. Ilohim, yurtimiz tinch bo'lsin, xonadonlarimiz obod bo'lsin, hamisha yaxshiliklar, yaxshi to'ylar bo'lsin.
bir-birimiz bilan mehr oqibatda bo'lib yuringlar. Rahmat. Dargohida qabul qilsin. Shunchalik siylab kelibsizlar. Rahmat. Rahmat onajon. Xursand bo'ldik, juda ham boshimiz osmonga yetdi. Duolaringizni eslab turing. Inshaalloh. Shuningdek, Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida Yunusobod tumanidagi masjidlar hududlaridagi 40 tub mevali va manzarali daraxt ko'chatlari hamda gullar, rayhonlar ekildi. 8-aprel kuni Toshkent shahar bosh imom xatibi hamda Toshkent shahar hokimining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo'yicha o'rinbosari Abdulvosit Xomidjonov rahbarliklarida poytaxtimizning Sergeli, Yangi Hayot va Olmazor tumanlari hokimiyati majlislar zalida bu yil hajga ketayotgan bo'lajak hojilar ishtirokida hajga tayyorgarlik masalalari haqida suhbat olib borildi. Guruh rahbarlari va bo'lajak ziyoratchilarga bosh imom xatib hajga puxta tayyorgarlik ko'rish bo'yicha zarur tushuncha, yo'l yo'riq va maslahatlar berdilar. Muborak haj safariga tadorikning davomi sifatida 9-aprel kuni Toshkent shahar bosh imom xatibi hamda Toshkent shahar hokimining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo'yicha o'rinbosari kotibiyat mudiri Abdumannon Karimov rahbarliklarida poytaxtimizning Uchtepa va Yashnobod tumanlari hokimiyati majlislar zalida bu yil hajga ketayotgan bo'lajak hojilar ishtirokida hajga tayyorgarlik masalalari haqida so'z bordi. Shuningdek, Abduqahhor domla yig'ilish ishtirokchilariga hajning tartib-qoidalari, hajda bajariladigan turli amallar, ehromga kirish, tavob, sayni bajarish, yo'l yo'riqlari, hajda beixtiyor yo'l qo'yiladigan xatolar va ularning kafforatini atroflicha bayon qilib berdi. Mino, Arofat, Muzdalifa, Jamorat kabi makonlarda qanday amallar ado etilishi ham tartibi bilan yoritildi. Joriy yilning 10-aprel kuni Toshkent shahar bosh imom xatibi tabarruk qadamjolardan biri Samarqand viloyatidagi Imom Buxoriy jome masjidiga tashrif buyurdilar. Ushbu tashrif doirasida bosh imom xatib jamoat bilan birgalikda muqaddas juma namozini ado etdilar. Abduqahhor domla Yunusov tashrif davomida yig'ilganlarga islom dinining insonparvarlik g'oyalari, yoshlarni vatanparvarlik va yuksak ma'naviyat ruhida tarbiyalash, shuningdek bugungi tinch va farovon hayotimizning qadriga yetish hamda shukronalik tuyg'usini yanada mustahkamlash borasidagi mazmunli suhbat qilib berdilar. 13-aprel O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari rahbarliklarida Zoom platformasi orqali shu yil hajga boruvchi guruh rahbarlari ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tdi. Toshkent shahar vakilligi jamoasi bu yil hajga ketayotgan guruh rahbarlari hamda Toshkent shahar bosh imom xatibi Shayx Zayniddin jome masjidi majlislar zalida Zoom platformasi orqali yig'ilishda ishtirok etdilar. Yig'ilishda guruh rahbarlariga haj mavsumidagi muhim vazifalar eslatilib, ularga ziyoratchilar bilan 3-4 marta uchrashib, islomning 5-rukni bo'lgan hajga puxta tayyorgarlik ko'rishlari, ehrom bog'lash, hajning arkonlari, shartlari, farzlari, vojib va sunnatlarini atroflicha tushuntirishlari zarurligi qayd etildi. 14-aprel kunlari Toshkent shahar bosh imom xatibi hamda Toshkent shahar hokimining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo'yicha o'rinbosari kotibiyati mudiri rahbarliklarida poytaxtimizning Yunusobod hamda Shoyxontohur tumanlari hokimiyati majlislar zalida bu yil hajga ketayotgan bo'lajak hojilar ishtirokida hajga tayyorgarlik masalalari haqida so'z bordi. Guruh rahbarlari va bo'lajak ziyoratchilarga Abduqahhor domla Yunusov hajga puxta tayyorgarlik ko'rish bo'yicha zarur tushuncha, yo'l yo'riq va maslahatlar berdilar. Muhtojlarga ko'mak berish, uysizlarni boshpana bilan ta'minlash dinimiz talabi, odamiylik mezoni va savobi ulug' amaldir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 26-dekabrdagi ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlariga davlat ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralarini taqdim etish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida belgilangan vazifalar ijrosi izchil ta'minlanmoqda. Jumladan 14-aprel kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi huzuridagi Vaqf xayriya jamoat fondi homiylarining zakot va boshqa xayriya mablag'lari hisobidan ko'p qavatli uylardan xarid qilingan 14 ta xonadonni ehtiyojmand oilalarga topshirdi. Tantanali marosimda O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining birinchi o'rinbosari Xomidjon domla Ishmatbekov, rais o'rinbosari Zayniddin Eshonqulov, Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domla Yunusov, ulamolar, fond mutasaddilari, saxovatpesha homiylar hamda yangi xonadon sohiblari ishtirok etdi. Sergeli tumanida qurilgan yangi ko'p qavatli uylardan 14 ta xonadon uzoq yillardan beri boshpanasiz yurgan oilalarga sovg'a qilindi. Xonadon kalitlarini qabul qilib olayotgan yurtdoshlarimizning quvonch ko'z yoshlari va samimiy dil izhorlari, duolari tadbir ishtirokchilarini to'lqinlantirib yubordi. Inson qadri bu hamma narsadan eng oliy
o'rinlarda turishini bugun barchamiz guvoh bo'lyapmiz. Bu juda ham katta xursandchilik. Mana shu xonadonlar o'z egasini topayotganligi, ularning ko'zidagi quvonch bugun yurtimizda istiqomat qilib, xayrli ishlari bilan, tadbirkorligi bilan bo'lsin yoki tijorati bilan bo'lsin, boy badavlat kishilar o'zlarini qilayotgan ehsonlarni ayni daqiqalarda mana shunday o'z egalariga yetib borayotganligini ko'rib, atrofdagi kishilar ham bunga ehtiyojmand oilalarga men ham yordam bersam haqiqiy mana shu o'rniga yetib borar ekan degan o'zlaridagi ishonch ortib boryapti. 17 aprel Olmazor tuman Siroj Solih jome masjidi imom xatibi Hasan domla Qodirov Samarqand shahridagi Imom Buxoriy jome masjidiga tashrif buyurdilar. Tashrif davomida juma namozi o'zgacha shukuhda o'tdi. Hasan domla Qodirov tomonidan qilingan shirin so'z va uning qalblarga ta'siri mavzusidagi go'zal ma'ruza barchaning ko'nglidan joy oldi. Xabar berganimizdek, shu yil 21-22 aprel kunlari Shahrisabz tumanidagi Miraki shaharchasida O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari tashabbusi bilan Halol kurash 2026 musobaqasining respublika bosqichi bo'lib o'tdi. Mazkur musobaqada Toshkent shahar bosh imom xatibi boshchiliklarida shahrimizning bir qator imom xatiblari ham ishtirok etdilar. Toshkent shahar Dorussalom jome masjidi imom noibi Muhammad Mubin domla Ro'ziboyev musobaqada 3-o'rinni qo'lga kiritdi. 27 aprel Din ishlari bo'yicha qo'mita huzuridagi diniy ma'rifiy sohada malaka oshirish va qayta tayyorlash instituti tomonidan xotin-qizlar faollari, targ'ibot guruhi a'zolari va otinoyilar uchun xotin-qizlarni radikal g'oyalar ta'siridan himoya qilish tizimini mustahkamlash asoslari yo'nalishida sayyor malaka oshirish o'quvlari boshlandi. Poytaxtimizdagi Shayx Zayniddin jome masjidi majlislar zalida otinoyilar ishtirokida o'quvlarning boshlanishi munosabati bilan tadbir o'tkazildi. Yig'ilishni Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domla Yunusov ochib berdilar. Tadbirda Din ishlari bo'yicha qo'mita raisi o'rinbosari Matluba Qahhorova, Toshkent Islom instituti rektori Uyg'un G'afurov ishtirok etdi. 28 aprel kuni poytaxtimizdagi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf majmuasi majlislar zalida Toshkent shahrining Shoyxon Tohir va Uchtepa tumanlarida faoliyat yuritayotgan imom xatiblar va imom noiblari uchun seminar tashkil etildi. O'zbekiston musulmonlari idorasi tizimida ish faoliyatini raqamlashtirish, hisobot va monitoring jarayonlarini avtomatlashtirishni izchil davom ettirish, imom xatib va imom noiblarining muftiy.uz ilovasidan samarali va to'liq foydalanishini tashkil etish mavzusidagi seminarni Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domla Yunusov ochib berdilar. Tadbirda Din ishlari bo'yicha qo'mita raisining birinchi o'rinbosari Davronbek Maqsudov, O'zbekiston musulmonlari idorasi masjidlar bilan ishlash bo'limi boshlig'i Muzaffar Kamolov ishtirok etdi. Seminar davomida diniy soha xodimlariga faoliyatni raqamlashtirish, hisobot va monitoring jarayonlarini avtomatlashtirish, muftiy.uz mobil ilovasidan samarali foydalanish bo'yicha zarur tavsiya va yo'l yo'riqlar berildi. 1 may kuni poytaxtimizdagi Shayx Zayniddin jome masjidi majlislar zalida guruh rahbarlari bilan yig'ilish o'tkazildi. Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domla Yunusov raislik qilgan yig'ilishda Toshkent shahar hokimining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo'yicha o'rinbosari Abdulvosit Xomidjonov ishtirok etdilar. Guruh rahbarlariga har bir ziyoratchi bilan alohida ishlash, ularni hajning barcha arkonlarini batafsil tushuntirish, mavsum davomida ularga shar'iy tashkiliy masalalarda yaqindan ko'mak berish, ishga mas'uliyat bilan yondashish, hajni yuqori saviyada o'tkazishda muhim ekani alohida ta'kidlandi. Yig'ilish so'ngida xayrli duolar qilindi. 2 may Toshkent shahridan hajga boruvchi ziyoratchilarning dastlabki guruhlari muqaddas zaminga jo'nab ketishdi. Dastlabki ziyoratchilarni O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari, Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domla Yunusov va mutasaddilar xayrli duolar bilan kuzatib qo'yishdi. Ushbu muborak safarda ziyoratchilarga ko'plab tajribali imom domlalarimiz qatorida Toshkent shahar bosh imom xatibi ham mingboshi sifatida boshchilik qilmoqdalar va ziyoratchilarning ibodatlari mukammal bo'lishi uchun tayyorgarlik va ko'rsatmalarni bermoqdalar. Barcha hojilarimiz eson-omon Saudiya Arabistoniga yetib borib, haj amallarini bekam va ko'st ado etib, sog'-salomat jonajon vatanimizga qaytib kelishini Yaratgandan so'rab qolamiz. Vaqt to'xtatib bo'lmas oqim.
kunlar haftalarga, oylar yillarga ergashib umr sahifalarini varaqlayveradi. Bu dunyoda kimdir ezgulik, kimdir shuhrat ilinjida yelib yuguradi, ammo vaqt sinovida faqat bir haqiqat o'z qiymatini yo'qotmaydi. Insondan faqat ezgulik va qoldirgan xayrli izigina meros qoladi. Zero qurilgan masjidlar, xayrlar bilan isloh bo'lgan qalblar va duoga qo'l ochgan mazlumlarning minnatdorchiligi asl muvaffaqiyatdir. Abduqahhor domla Yunusov boshchiligidagi Toshkent shahar vakilligining har bir sa'y-harakati zamirida ham bitta ezgu maqsad mujassam. Bizdan faqat ezgulik u mamnun ko'ngillar va obod manzillar qolsin.